Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatli programmasining aziz ko'ruvchilari. Yaponiyadagi Qavulji Abdurim bilan har oy ishtirok qilib berayotgan yuqori fan texnika va Uyg'urlar nomli suhbat programmamizning bugungi sonida qonun mexanikasi va nisblik nazariyasi haqida bo'ladi. Assalomu alaykum Qavuljon, Uyg'ur choyxonasi suhbatli programmasiga hurmatli vaqtingizni sarflab berganingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Aleyküm assalam. Sizga ko'p rahmat. Siz izchil mana yarim yildan mana 8-oy qadam qo'yibdi. Oyda 2 qatim olib borayotgan Uyg'urlarni fan texnika, zamonaviy fan texnika oqartish bu harakatimiz izchil davomlashib kelyapti. Mana bugun yana bir yangi bir texnika haqida suhbat boshlash oldi turibmiz. Quantum mexanikasi va nisblik nazariyasi. Nisblik nazariyasi nurg'un odam anglaymiz va aynishini massa tizilishning kvadrati, energiya degan simlik fizikani pek o'rgangan buni oliy maktabda. Lekin buni nisblik nazariyasi ham endi bugun nisblik nazariyasi haqida sizdan bir anglaydiganimiz uzun zamonlab men bu nisblik nazariyasi haqida shu oliy maktabda Hoş emsa sizler bugünkü programımızdaki sahipsiz hoş başlamışsak. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtimiz xayrli bo'lsin. Biz bu qitdan shu 2025-yilga kirgan yoqqa biz yuqori fan texnika va Uyg'urlar degan temada asosli 4 sohani so'zlaymiz. IT, AI, and quantum texnikasini o'rganishda big data. Ashlan so'zlaymiz. Shuning asosan quantum texnika tugmadi. Ya'ni men boshlig'ini xili bo'ldi, ammo tugmadi. G'ayrat qilamiz. Maqatim tukkandan keyin 8-oyda bizninkini boshlaganimiz. Buguncha vaqtda asosli quantum mexanikasining nisblik nazariyasining qanday munosabati bor. Buning munosabatini nimaga foydasi va munosabatini deb chiqsak. Degandek, uning ikkinchi vaqtda quantum mexanikasi asos o'rinda turdi. Chunki biz bu programmada asosli qilayotganimiz kvant haqida, ya'ni quantum haqida bo'ladi. Shunga quantum fizikasini asos o'rinda turib qo'yamiz, quantum mexanikasini. Nisblik nazariyasi joyda ikkinchi o'rinda turdi, ya'ni. Onun joyda uning maxsus uning kirimiz desak, keng doiralik, tar doiralik nisblik nazariyalar bor degan. Ularni 1-2 soat tugmaydi degan gap. Shunga agar joyda vaqtda mushu fizika, nisblik nazariyasi va fizikada o'qigan sohada muayyan bir saviyaga yetgan qarindoshlarimiz bo'lsa, birlikda chiqib suhbat qilsak, mencha u vaqtda texnidan yaxshi deb qarayman. Bizningki fan texnika bo'lgan ehtiyojimiz boshqa millatlar qaragan vaqtda intayin zarur degan gap. Boshqa millatlarga selishtirgan vaqtda. Shuni qilmasa Qavuljonos bugungi temamizda nisblik nazariyasiga to'xtalmay ekansizda, misol nisblik nazariyasi haqida ayrim bir suhbat qilaylik. Bo'lmasa bir necha odamni chaqirib chiqayman. Boshqalar buni da'vatgan nisblik nazariyasi ekan, pek dangliq bir nazariya ekan. Mush nazariya haqida suhbat qilgan bo'lsanglar deb uni ayrim bir qana maxsus nisblik nazariyasi haqida bir qana suhbat qilishni o'ylashaylik. Xo'sh. Shu nisblik nazariyasi maxsus ashni o'qigan odam bo'lsa, texnimni yaxshi tushuntiradi, endi. Nima tushunish, chunki buni tushunish tez, ya'ni ko'z oldimizga kelish tez cho'ninki. Ya'ni ko'z oldimizga kelmaganini tushunmaymiz degan. Tushunishimiz tez bo'ldi degan. Ammo yo'qda bugun asosli kvant mexanika nisblik nazariyasi. Bu leksiyada asosli shu kvant, ya'ni fizikning yo'qda. Hozirgi fizikning ikki cho'ng turi bor. Birisi kvant mexanikasi, ya'ni kvant mexanika, ya'ni biz yo'qda nisblik nazariyasi. Endi bu ikkisining qanday bog'lanish deganligini aniqan joyda kvant elektrodinamikasi deb atalgan bir uqumni tunishdi degan gap. Bu elektrodinamikasi faqatla muayyan bir guruh olimlarning ko'z qarashi. Boshqalar joyda vaqtda ana string teoriyasi deydi, yip teoriyasi degandek, yana boshqa teorem deydi, yana boshqa teorem deydi degandek. Shuning joyda vaqtda asosli hozir bizning ishlatayotganimiz joyda vaqtda shu elektrodinamikasni hozir ishlatyapmiz. Mush texnika joyda vaqtda biz kvantum fizikasi bilan nisblik nazariyasininki
birleşikten hasil bolgan, yani ortaklyk edip karatmaz denge. Endi bunu çoğaltda resmi texelik kanaatlanigidek bağlanış ekenligini men oturuğa çıkmadı degan gepdi. Tadqiqat qilmadi degan gep. Endi bugun çoğda vaqtda mush kvant mexaniksa ve nisbetlik nazariyatga ikki talant alim, yani ikki dep qo'ydim. Endi amaliyat nurg'un bu boshlamchiq degan gep. Endi kvant mexanikasining kichik dunyo sirliq qonuniyati nisbetlik nazariyasi degandek mushtalarda bo'ldi. Undan keyin oxirida kvant elektrodinamikasi. Yani ikki nazariyaning o'rtasida ko'rik, yani kvant mexanikasidan nisbetlik nazariyasi o'rtasida ko'rik bog'lag'ich rollanadigan. Eng oxirida xulosa degandek. Amcha yoqda buning o'tashdan buruncha vaqtda biz bir nimani so'zlaydi deydi avval. Bu men bir qatim eskartishni to'g'ri topdim. Yani kvant mexanikasi deymiz, quantum fizik, kvant physics deymiz, kvant mexanics deymiz, kvant texnik deymiz degan gap. Bu uchni cho'qim aniq aydınlaştırib olishim kerak. Bu nima bu? Nimaga ishlaydi? Menga nima foydasi bor? Degandek men davomli o'zimdan bu savolni so'rayman. Bir nima o'rganmoqchi bo'lsam, bir nima uchrab qolsam nima bu? Bu nimaga foydasi bor? Men qanday foydasi bor? Degandek. Ashtani hal qilmay turib men uni o'titish qilmayman degan. Endi kvant mana so'zlashdan birinchi vaqtda bu kvant degan nima deb so'zlaymiz. Kvant deganimiz kvantum, ya'ni kvant latinchada miqdor, ya'ni qancha, necha degandeklarni bildiradigan bildirdi. Undan keyin fizikadagi cho'qda eng kichik energiya yoki bo'lmasa modda bo'laklarini ko'rsatadi deb qarasak bo'ladi. Ya'ni kvantum fizikasida moddaning energiyasi atom yoki atomdan kichik zarrachalar, masalan elektron, foton, proton degandek. Bu shuni darsdagi harakatlarni cho'qda o'zaro ta'sirini tadqiq qiladigan fizik sohasi deb qarasak bo'ladi. Endi kvant fizikasiga keldik. Kvant fiziks degan nima degan vaqtda moddaningki submikroskopik, ya'ni bu degani atom ve onundan kiçik zarrachalarninki aş darajadagi zarrachalarning hareketlerini tushuntirishga ishlatildi. Bu sadece klassik fizikni, ya'ni klassik fizik asosan Newton fizikasi deb qarasak xatolashmaymiz. Newton fizikasi yo'qda tushuntirilmagan voqealarni, masalan issiqlik nurlanishi, undan fotonning tabiatini tadqiq qiladigan soha, ya'ni kvant fizikasi deb ataladi. Yani bu yig'inchoqlab zag'irnan tilda bir og'iz gap qilsak nima bo'ldi degan vaqtda atom yoki uningdan kichik zarrachalarning harakatini tadqiq qiladigan soha kvant fizikasi deb qarasak bo'ladi. Ana buning joyida asos sohachilarga Max Planck degan bir odam bu 1900-yil boshlangan bu. Yani qor jismining nurlanishi masalasini hal qilish uchun joyida yani energiyaning kvant shaklida, ya'ni kichik paket shaklida tushildigan shaklda yeyildiganligini o'tirib qo'ygan. Bu hozirmi kichik ya. Bu kvant fizikasining boshlanishi bo'ldi. Masalan, lampochkaniki nurning joyida, yana fotonlarning joyida fotonlar bir qutiga xuddi energiya qachlangan holatda tushildi deb qaraladi. Hozirmi shu kichik degan gap. Endi kvantum mexanikasi qoldi. Kvant mexanikasi. Endi kvant deb bilyapman, shuni biz uyg'urchada kvant deb o'rgangan to'liq o'tirdi. Shuni men kvant deb oldim. Kvantum deb oldiganlar chiqadi-da, mush ingliz liberal deb. Shuni men ikkilisini aylyapman. Shuni endi uyg'urcha qaysi to'g'ri topsak shuni ishlasa bo'ladi. Endi kvant mexanikasi degan joyda mush kvant fizikasninki, ya'ni bir tarmoq desang bo'ldi hamda zarrachalarning harakatini va o'zaro ta'sirini joyda matematikalik tushuntirishga ishlatildi. Ya'ni bayatdanqi kvant fizikasini matematikalik ifodalab va tushuntiradigan soha joyda kvant mexanikasi desak xatolashmaymiz degan. Masalan biz buningda nimalarni o'rgandik? To'lqin zarrachalik xususiyati kvarklarning keyin zarrachalarning joyida ham to'lqinlik ham zarrachalik xususiyati. Ya'ni zarracha degan zarrachada o'qiladi ekan endi. Kichik zarrachalar desa bo'ladi. Zarrachalar ham zarrachalik ham to'lqinlik xususiyati. Undan keyin joyida aniqsizlik prinsipi bor. Heisenberg aniqsizlik prinsipi. Buni biz so'zlab bo'lgandik. Agar vaqtingiz bo'lsa, mush bizning Uyg'urcha xonasi YouTube kanalida bor. Ham mening o'zimningki mush qalbil kalbil deb o'qsangiz, mush YouTube kanalida bor. Aşağıdan sana texnikum yaxshi tushuntirilgan. Yani superposition deb. Yani bu joyda alayda holat. Bularning joyda vaqtda mushlarningki matematikalik ifodalanish joyda vaqtda biz kvant mexanikasi deymiz degan. Bu joyda elektronning atom ichidagi harakatini tushuntirishda o'sha kvant mexanikasi ishlatildi. Masalan, elektron atom ichidagi orbitda klassik fizikada plant orbitasiga o'xshamaydi bu. Balki elektron bir elektron bulut shaklida. Ya'ni oldin qatam so'zlagandik biz elektronlarningki o'rnini bilmaymiz. Faqat ashninki qaysi yerlarda ko'rildiganligini bilalaymiz degan. Men buning asosan biz faqat elektron buluti, ya'ni bulut shaklida o'rnini tasavvur qila olamiz, faraz qila olamiz degan. Endi keldik kvant texnikasiga keldik.
Kvant texnikasi degan nima deyapti? Bayatında quantum fizikasi, ya'ni kvant fizikasi, kvant fizikasini ifodalash uchun kvant mexanikasi qo'llandi. Endi bu ikkisini birlashtirib, ishiltib yangi bir texnika ijod qilish deyapti. Kvant texnikasi bo'ldi degan gap. Ya'ni kvant fizikasi prinsiplarini texnikada qo'llanishi va ishiltildi. Bu sayaqi masalan alaylik kvantum kompyuterlar bek danliq bo'layotgan hozir. Andan joyda kvant shifrlash. Uning joyda kvantum senzorlar bor. Ashlar degan gap. Bularni o'z ichiga olgan kvantum radarlar bor degan gap. Bularni o'z ichiga olgan gap. Bular joyda shu bit orqali ishlagandan keyin bu 0 yoki 1 deganda bularni oldin qaytam so'zlab qo'ygandik, qani so'zlab bilamiz. Endi joyda bu kvantum mexanikasi bayatni deb aytmasak, bular endi danliq olimlar bor. Bularning ichida vaqtda o'sha eng danliqlari bularning ichida Madigan Heisenberg bilan uning joyda Bohr. Oldin qayta biz Bohrninki atom modelini, molekula modeli deymi? Atom modelimi. Ashni so'zlaganda azroq tushunib o'tgandik. Uning joyda nisbiylik nazariyasining joyda atsi hamda qanday yoki bo'lmasa ashninki ijodchisi deb bo'ladi. U joyda buni bilsizlar Einstein degan gap. Endi men joyda bu kvant fizikasi va mexanikasning asos solg'uvchilari ular emas. Masalan, bayatnida qo'y ikki odamni dedik, endi bular jiq unda az emas degan. Chunki boshlanishda toki Max Planckdan boshlangan degan gap. Ya'ni 1909-yildan boshlangan degan gap. Undan keyin joyda Albert Einstein bor, uning joyda Niels Bohr bor degan gap. Niels Bohr degan Heisenberg bor degan. Uning keyin biz Schrödingerning mushuk degan tafakkur tajribasini o'rgangan degan gap. Uning keyin joyda yaqin zamon joyda Pavlo Dirac, Feynman deganlar bor degan. Endi bularning joyda o'zlariningki o'z oldiga har xil tanlamlari bor degan. Masalan, Schrödingerning tanglamasi bor degan gap, uning keyin Heisenberg tanglamasi bor degan gap. Ya'ni aniqsizlik prinsipi ashni matematikalik ifodalaydigan gap. Masalan, bular bir qism olimlar joyda har dunyodagi har qanday bir nimani matematikalik ifodalaymiz deydiganlar bor, deydiganlar. Uning keyin joyda kvant mexanikasi, ya'ni kichik dunyoning sirli qanotini bayon deb bo'ldik-ku bularni. Ya'ni biz ko'rib tushunolmaydigan, ya'ni ko'rib tushunolmaydigan, ko'rolmaydigan narsani tadqiq qilgan joyda bularni biz kundalik turmushimizda tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, zarrachalarning to'lqinliq qo'sh bo'lishi, masalan, to'lqinliq zarrachalar xususiyati, uning joyda aniqsizlik prinsipi, kvant darajadan tashqari hadislarni yuz bergandik. Bular tonlash effekti degan so'zlar, uning joyda kvantum chirmish degan so'zlar qo'ygandik. Bular kvantum qaytish degandik. Bular joyda bizga amaliyotda ko'rolmaymiz. Hozir tajriba isbotlandi, ammo buni maxsus cho'ng qimmatli tajribalarda, ya'ni ilg'or saymanlar bor. Tajriba qila olamiz degan gap. Bu masalada uni tushunish biroz ta'sir degan gap. Endi keldik nisbiylik nazariyasi degan. Nisbiylik nazariyasi buni so'zlashdan burun vaqtda nisbiylik nazariyasi degan nima deganni so'zlashga to'g'ri keladi endi. Nisbiylik nazariyasi Albert Einstein tomonidan 20-asrda o'tirib qo'yilgan bu. Bayatdan so'zlab Albert Einstein tomonidan vaqtda 20-asrda o'tirib qo'yilgan, ya'ni vaqt, bo'shliq, yer tortish kuchining munosabatini tushuntirdi deb qarasak bo'lgan gap. Ya'ni cho'ng jihatdan shunday deb qarasak bo'ladi. Amaliyotda buniki men bu maxsus bu to'g'riliq so'zmaganligim uchun vaqtda faqat kvantum mexanikasidan qanday bir o'rtaqligi bor, qanday munosabat bor degan. Masalan, ustidagi resimda vaqtda Newtonniki. Ya'ni bu xuddi Einsteinniki nima gigant danliq deb qaraydi degan vaqtda masalan toki Einstein on nisbiylik nazariyasini o'ttirib qo'yguncha Einstein maqolalari e'lon qilish degan vaqtda Newtonni tek, ya'ni bu har qanday bir narsani haq deb qaraydigan, hech qanday qarshilik chiqmaydigan ahvol shakllangancha. Uning keyin vaqtda bu to'xta deb Einstein unga qarshi chiqdi degan gap. Newtonning nurg'un ba'zi narsalar qarshi chiqqan. Bu narsa ham bu yerda ishlagan bilan, ammo bu yerda ishlamaydi deb qarshi chiqib ashni isbotlagan gap. Endi bu joyda bu nisbiylik nazariyasi ikki cho'ng turga bo'lindi. Masalan, bizningki vaqtda alohida nisbiylik nazariyasi yoki xususiy nisbiylik nazariyasi degandek uning keng doiralik. Bizni deb tarjima qilgandigini Uyg'urchada tar doiralik va keng doiralik nisbiylik nazariyasi deb bo'lgandik degan. Endi ashna desak bo'ladi, tar doiralik nisbiylik nazariyasi va keng doiralik nisbiylik nazariyasi deb qarasak bo'ladi degan. Endi tar doiralik nisbiylik nazariyasi, ya'ni xususiy nisbiylik nazariyasi degan joyda buni qachon o'tirib qo'ygan degan vaqtda 1905-yil. Masalan, bu joyda tez harakat qilayotgan jismlarningki vaqt va bo'shliq bilan bo'lgan munosabatni tadqiq qildi. Bu tarmanlik nisbiylik nazariyasi. Ana buning joyda nisbiylik nazariyasi fizik qoidalari borliq turali
tezlik harakat qilgan sistemlarga o'xshash bo'ldi demasdan bu nima dedi vaqtda yorug'likning tezligi ya'ni nurning tezligi vaqtda har qanday yerda o'xshash bo'ldi deb qaraydi degan u harakat qilayotgan qilmayotgan narsa qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'xshash bo'ldi deb qaraydigan ya'ni mushu asosli nuqtasi endi bu nurning tezligini bilsa yorug'likning tezligini mana vakuumdagi tezlik vaqtda taxminan 300 ming kilometr bo'ladimi 300 ming kilometr sekundmi bo'lgandek bu joyda hamisha muqim bo'ldi deb qaraydi ya'ni kuzatkish nada bo'lishidan qat'iy nazar bu muqim bo'ldi deb qaraydi bu tardaylik nisbiylik nazariyasiga kiradi degan endi misollar qilish uchun aytamizda agar masalan siz yuqori tezlikda masalan nur tezligiga yaqin holatda harakat qilayotgan bir olam kemisida bo'lsangiz sizning vaqtingiz yer yuzidagi vaqt selektorga vaqtda ostida ya'ni bu vaqtning kengayishi deb qaraydi masalan GPS yer shari sistemasi GPSni bilsangiz bu yer shari o'rin boshlash va o'rin belgilash sistemasi degan endi buncha vaqtda o'shanda vaqt tuzish uchun ishlatilgan masalan olam bo'shliqdagi chunki sun'iy amaliy yo'l boshlash sistemasi emasmi GPS degan endi buncha vaqtda bizga kelganda farq chiqadi degan buncha vaqtda ashni tangshish ilib bormiz degan shuni ash kelganni shuni ash odat ishlatilmaymiz degan buni azroq o'zgartirish qilamiz chunki vaqt farq chiqadi degan gap edi bu isbotlandi bu hozir isbotlandi burunmi shu olam kemasi orqali isbotlangan narsa endi ikkinchi vaqtda umum nisbiylik nazariyasi ya'ni bu bizniki deganimiz keng doiralik nisbiylik nazariyasi bu vaqtda 1915 yili buningki asosiy maqsadi vaqtda yer shari tortish kuchininki vaqt bo'shliqninki geometriyasiga tushuntirilishi degan ya'ni u yer tortish kuchininki moddaning vaqt bo'shligini masalan massa cho'ng bo'lgan narsa vaqtda vaqtni igidi deb qaraydi masalan mana qarasangiz vaqtda Newtonninki formulasi masalan F tang G m1 m2 ninki r ning kvadratiga bo'lgan nisbat degan bir formulasi bor edi agar buni vaqtda uning shu quyoshni masalan quyoshni aylan quyosh markazi ta'limoti hozir quyoshning atrofida aylangan vaqtda ularniki nimasi o'zgarmasligi kerak edi ya'ni orbitasi ammo bu yerda bir narsa bo'ling Merkuriy degan kichik bir narsa kichik rengi bu vaqtda buning orbitasi o'xsham o'zgarib turadi degan gap endi bu vaqtda Newtonning qonunlarini bu yerda ishlatmaydi degan gap ya'ni ag'dirib o'tadi degan gap bu yerda endi buni tushuntirish uchun vaqtda Einsteinninki m tang F tang m c ning kvadrat degan formulasi vaqtda tushuntiradi degan gap misol quyoshning yer tortish kuchi vaqt bo'shlig'ini egib planetlarning orbitida harakat qilish sabab bo'ldi masalan deyli quyosh yer shari quyosh atrofida aylanadi undan keyin yer sharining sirtida bir planet ishki vaqtda quyoshning yer sharilar udil kelib qolgan vaqtda yer shari bilan quyoshning bo'lgan oraliq vaqtda tortildi degan gap ya'ni cho'ngroq masalan cho'ngroq planet bo'lgan bo'lsa shu tortiydi bundan keyin yer shari bilan quyoshning oraliq vaqtda nisbatan o'zgaradi degan gap bu maqsad mushni ifodalaymoqchi edi masalan Merkuriyning planet orbitidagi kichik o'ngsizliklarni tushunadi Merkuriyning ba'zida orbitining o'zgarishi vaqtda buni Newtonning formulalar orqali tushuntiradi degan gap ana alayda nisbiylik nazariyasi mana yorug'lik surati mangu turaliq bo'ldi degan qarash bor edi nurninki siz harakat qilayotgan bo'lamdi o'rnida turayotgan bo'lamdi yoki boshqa narsa bo'lamdi va uningki mangu turaqliq degan gap endi bu vaqtda buni eng boshda o'tirib qo'ygan Einstein uning ikkinchi vaqtda bu o'zi og'dirgan buniki ya'ni o'zi mush nisbiylik nazariyasini o'tirib qo'yib ikkinchi qator maqola e'lon qilgan vaqtda to'xtatdi bu kam bo'lib qolibdi deb uning keyin keng doiralik nisbiylik nazariyasini o'tirib qo'ygan degan gap ma'ni o'tirib qo'ygan endi qarasangiz orbitasi qarasangiz vaqtda aylanishi o'zgarib turadi orbita buningki hozirgi tushuntirishda vaqtda masalan qor yunkuri degan bir nimasi bor mana maholatda xuddi sunnaydekchi sunnaydek chiqadi degan gap sunnayningki sen qancha sirtida bo'lsa vaqtda uningki egilish degan vaqtda ya'ni bo'sh markazga intilish degan vaqtda shuncha ojiz degan gap yaqinlashgan sircha vaqtda intilish shuncha kuchli bo'ldi yana bir vaqtda harakat tez bo'ldi degan gap endi bu vaqtda tortish kuchininki burmilish deydi burmilish degan bilsan burunmiq deymiz burunliq miq deb ashadagi ashning ma'nosi bu yerdagi burmilish degan gap to'g'ri xatoni burmilish degan gap emas bu yerdagi endi qora yungurning mavjudligini vaqtda mush orqali mo'lcharlagan
Onun için GPS bayatındaق nisbilik nazariyəsinin günlük turmuşumuzga hiç ta'sir yo'q. Ammo uning o'rnini to'g'ri hisoblash orqali zamoniy texnikalarni qo'llanilgan deb. Masalan, mana qarasaqchi, quyosh sistemasidagi quyosh sistemasininki qancha yaqinlashgancha joyda quyosh sistemasiga yaqinlar yana bir joyda orbitasini anaqa nima yo'rg'iliqni egidi degan gap. Ichiga tagdi degan. Ma bizningki quyosh sistemasi yer sharining atrofidagi ayning aylanishi qo'yadi. Agar cho'li vaqtda ay sharining ay bilan yer quyoshninki oraliqiga kirgan vaqt cho'li vaqtda ay cho'li vaqtda tortildi degan gap. Agar sirtida bo'lsa cho'li vaqtda yiroqlaydi degandek-chi. Endi kvant hozirgi ko'ringandek birisi kvant mexanikasi, ya'ni nima o kvant mexanikasi yana birisi nisbilik nazariyasi. Bu ikkisi ikki dunyo. Birisi cho'li vaqtda mikro dunyoni tadqiq qildi, yana birisi cho'li vaqtda makro dunyoni, ya'ni olam bo'shligini tadqiq qildi degan. Ana bu ikkisining birga kelishi mumkinmi, mumkin emas degan o'zidan. Bu xuddiliqi mustaqillikni talab qildi, avtonomiyani talab qildi degan narsalar bu mumkin emas birga kelishimni. O'ttirda bir narsa yo'q endi. Bu ikkisining endi o'ttirda birini badab izlayotganlar bor, endi shuningdek mana bu buni o'ttirsida ko'rikni izlayli deb izlayotganlar bor, ha. Endi nisbilik nazariyasilar shu kvantum fizik, kvantum mexanikasining vaqtda oralig'idagi bir ko'rikni izlab chiqdi deb. Hozir shuni kelishtirmoq salatchilar o'ttirga chiqyapti bo'lgan sari. Balkim xabar unda to'rda axtarib qolsangiz ko'rib qolasiz degan gap. Endi bu joyda yoqda mushuna o'xshaydi, buning joyda yoqda ikki dunyoni biz ko'rik asliqlarni qilalamdik yo'qmi deb uringan va ashni isbotlagan ishlar bor degan gap endi. Endi bu joyda hammasi qoida emas texnik. Chunki bilim degan narsa joyda vaqtda bu takror ishlanadigan, takror tajriba qilinib, uning joyda natijaga erishadigan bo'lsa, andan bilim bo'ldi-chi, bu o'xshash natijaga erishadigan. Bo'lmasa joyda bir qatimda chiqib qolsa joyda vaqtda uning qarab turib buni bilim deyolmaymiz degan. Xuddi tarixni biz bilim demaymiz-chi uni. Tarix. Uni bilim deb qaramaydi degan. Chunki takrorlanmaydi emasmi? Hem joyda kvant fiziksidan joyda nisbilik nazariyasi o'ttirishgan joyda kvant elektrodinamics degan ikki nazariyani joyda o'ttirishga bir ko'rikni deb chiqdi degan. Buni joyda hozirgi zamondagi String teoremasi degan, ya'ni yip teoremasi deb tarjima qildik o'z uyg'urchadan. String teoremasi degan ashnaga yuklayotganlar bor degan. Endi bu degan vaqtda kvant mexanikasidan nisbilik nazariyasi o'ttirishga bayonlangan zaman biz makro dunyo, birisi mikro dunyo degandik. İntan cho'ng farq bor. Lekin bu ikki nazariyani joyda muvaffaqiyatli holda berkitirilgan misollar bor degan. Masalan, bizningki ishlatayotgan aqliy pullar, ya'ni aqliy ixtiro telefonlar degandek. Uning ikkinchi joyda quyosh energiyasi batareyasi bor endi. Ashlar deganda ya'ni kun taxtasi endi. Ashlar degan joyda shu kvant elektrodinamik bilimlari qo'llanadi deb qaratamiz degan. Endi bu yerdagi kvant elektrodinamikasi elektromagnet, ya'ni elektromagnet nazariyasi. Bumi bir ayrim bir tema bumi. Sen bunu biz to'liqda mushuni tajribasini ishlagan deymisin qilishcha. Ya'ni bir simlarni o'rish orqali joyda undan magnitni o'tkazatdik, elektr maydon tok hosil bo'ladi degan gap. Buni biz to'liq o'ttirmaydi, indeksilik tok. Ishlagan tajribalar bu. Agar shu to'liq o'ttirib shunga ma'no endi shuni aslab qilish uchun ham shuningki unda elektromagnet meydan degan mushikin elektromagnet energiyasi meydan degan mushikin deb qolsin. Endi joyda vaqtda ma'ni mishqil qo'ygan vaqtda biz insonlar joyda vaqtda to'xtovsiz to'lqin chiqib turadi degan gap. Atrofimizdagi mengi to'lqinlar deb oldin qaytim so'zlagan edik. Mengi to'lqinlar to'xtovsiz chiqib turadi degan gap. Bu joyda vaqtda bizningki hozir joyda vaqtda yer shari magnet maydonidan joyda vaqtda aloqalashalaydi deb qaraydi degan. Endi yana bir yangi fikr kelyapti. İnsanlar masalan biz insonlar qanday qilib yangi tafakkurlar, yangi bir ideyalarni o'ttirib qo'ya olamiz deb qaradi degan. Ana buni joyda vaqtda burunqi qadimki o'tganlarninki uchurlari bizning miyamizga to'xtovsiz urilib turdi. Joyda vaqtda muayyan bir chastoda degan joyda vaqtda bizning bilan birlashgan vaqtda yangi ideyalar, yangi nimalar maydon keldi deb qaror qilamiz. Sizdan bir radio'ringiz bor deylik. O'zingizning miyingizni bir radioga o'xshatsak hamda endi siz radionimda tas tangshish qilish vaqtda sen burun Uyg'ur Asiya radiosi. Ashbatg'im. Uning ikkinchi vaqtda ashninkini biz tanishgan vaqtda tas qilib mendan bir yetisi tanishgan narsa chiqadi, yana birdan yo'qolib ketsa yana tanishaydik-ku.
Aşna o'xshash joyda bizning kallamizda to'xtovsiz to'lqin chiqib turgan, elektromagnetik to'lqin chiqib turadi degan. Bular joyda vaqtda bu muayyan bir to'lqin kelgan vaqtda ashni qo'l qilgan vaqtda bizningki shu yangi narsa kelgan vaqtda ashning qarta yangi bir kallada ideya va xiyollar paydo bo'ldi deb qaradi degan. Endi bu yerda degan. Endi bu bir mushunda mo'ydanga chiqdi degan gap endi. Hamma olimlar hozir mushunda qaradi. Endi masala nima degan vaqtda tunji odam, ya'ni bizningki biz musulmonlar odam alayhissalom deymiz endi. Tunji odam alayhissalom ya'ni yarashgan odam ekan. U nerdan qabul qilgan deydi. U qanday qilgan? Biz qadimgilar taqatgan uchurlardan oshna chiqdi. Masalan, bu nima deganlik degan vaqtda sizning degan bir har ig'iz gapingiz, har bir tushunchangiz, har bir xiyolingiz degan vaqtda olam bo'shliqqa chiqdi degan gap. Atrofingizda aylanib yuradi degan gap. Buni degan vaqtda shuningdek bizningki dinimizda bizning cho'nglarimiz deydi-ku, yolg'on gapni qilma yoki yomon nachar gaplarni qilma, haqorat qiladigan gaplarni qilma debchi. Chunki ular degan vaqtda to'xtovsiz aylanib turadi. Chunki bu fizikani bilganimizga energiyaning saqlanish qonuni degan bir narsani bilmagan gap. Bizning gapimiz, ovozimiz, ming to'lqinlar hammasi degan vaqtda jig'ib kelgan energiya degan. Endi jig'ib aytgan vaqtda degan vaqtda hozirgi zamon fizikasining ikki turi, ya'ni kvantum fizikasining nisbiylik nazariyasi degan vaqtda ayrim ma'lumotda kichik va cho'ng dunyoni tushuntirib bergan ajoyib bir nazariya qo'y bu. Endi meningki so'zlatim kvantum fizikani. Endi nisbiylik nazariyasida balkim fizikada o'qigan yoki bo'lmasa musaada izlangan qarindoshlar bo'lsa, birlikda suhbat qilsak, texnimi jonliq, texnimi qiziqarli bo'ldi deb qarayman. Chunki buningda o'qib, ashning joyda haqiqiy tushunib, boshlig'i ifodalab berishim bir masala. Shu bilish bir masala, qarshi taraf joyda tushunarli darajada ifodalash bir masala. Ba'zilari yuqori saviyada bo'ldi, ba'zilari tuvan saviyada bo'ldi, o'zini o'rta saviyada bo'ldi, anglag'uchilar hamda. Ashlarning joyda tushunarli saviyada bilimni ifodalash bu boshqa bir ishda. Endi kvant elektrodinamikaga o'xshash ikki nazariyani birlashtirgan ko'niktirmish bu joyda boshqa nazariyalar, nurg'un nazariyalar o'tirg'i chiqqan, bularni birlashtirgan nazariyalar hali ham mavjud degan gap. Bularning joyda eng dangliqlari joyda masalan bizningki men mayada nima qilmadim endi. Pavel Dirac degan bir odam bor. Bu joyda Dirac tanlamaydigan bir xuddi kvant mexanikasining nisbiylik nazariyasini birlashtirgan bir nimani o'tirgan. Endi buningki foydasi nima bo'ldi degan vaqtda, buning to'pisi nima bo'ldi? Masalan, pozitron degan bir nima bor. Bu kvarklar bor. Protonlarning ichida kvarklar bor. Biz oldingi X bozon deb bir nima degan undan boshqa 16 xildek bir narsa bor-ku. Ularning joyida pozitron degan narsani bayqay olgan degan. Uninkining boshqalar joyida boshqalarmi bor, yana boshqalar ko'p dunyo ta'bir deydigan, parallel dunyo ta'bir deydigan Hugh Everton deydigan bir narsa bor, bir odam bor degan. Bu odam joyda shu kvant dunyosidan joyda nisbiylik nazariyasini, kvantum fizikdan nisbiylik nazariyasini birlashtirib xuddi nimani o'tirib qo'ygan, parallel dunyo teoriyamasini o'tirib qo'ygan degan. Uninkining boshqa joyda string teoriyasi, ya'ni yip teoriyamasini o'tirib qo'yayotganlarmi bor degan. Boshqa tugdi. Endi joyda agar shu kvantum fizikasi munosabatlik yuqori pendan munosabatlik joyda shu bizni munosabatimiz bizni qalbil, ya'ni kalbil YouTube kanalimiz bor. Shundan hozircha bir 60 tek video yo'llandi. Hammasi yuqori pen texnik munosabatlik. Xotirjam ko'rsam bo'ldi. Uning keyin joyda boshqa tavsiya qilib qo'ysanglar bo'ldi. Eng oxirida endi bizdan bir e'lonni berib olaman. Endi kvantum mashina o'rganish yaqinda boshlandi. Buni joyda vaqtda musha kelar aylanki 15-yilda boshlash endi mening o'lchimimda 10 o'rganadigan 10 odamdan yuqori, 10 o'quvchidan yuqori bo'lsa so'zlayman deb boshlayman deb planladim. Bu biroz men 6 oylik plan tuzdim endi. Shuni buning men talablarim bor-ku. Chunki buni biz tuzib qo'ydik, plan bo'yicha ma'naman-ku men. Qatnashganlar shuni to'liq qatnashganlar ashuna qatnashib ma'alsanglar muayyan bir unum hosil qilasizlar deb ishonch qila olaman endi. Endi buni uchun vaqtda tizimlash vaqtda 8 dan 1gacha tizimlab qo'ysanglar bizningki men Facebookda e'lon qo'ydim. Ashunda har to'plar bor, ashundan kirib jo'rayotgan men ayrim uchrayotganim bo'ldi degan. Buning o'tilgan darslar shu
adat statistika eng baş söyleyimiz. Bununki bu joda asas bilim söyleyimiz. Python bu mu asas bilim pandas numpy degenlerini söyleyimiz. Ondan başkalarının bar degen. Onun keyin quantum machine institutda adatda quantum mexanikasi, quantum physicsni buni bir qatam so'zlaydimiz, men uni yozmadim. Şunu aşdan bir qatam so'zlaydi deb superposition degan nima ekan, ya'ni alayda alet. Onun keyin chirmish degan nima ekan, tonal effect degan nima ekan degandek. Mushlarni bilmay, iniqsizlik prinsip degan nima ekan deganlikda mushlarni bilmay turib buni boshlamaymiz degan. Chunki bularni hammasini biz kodlaymiz degan gap. Nazariyani o'rganamiz, nazariyani cho'doqda kod aletga o'tkazamiz degan gap. Andan biz quantum mexanik sudimiz degan gap. Kod aletga o'tgandan keyin uni yana bir qadam ilgileymiz, kvant texnikasiga o'tamiz degan gap. Onun keyin agar ingliz tili bilmaydiganlar, ingliz tili bilishinglar shart. Agar bilmasangiz degan vaqtda muayyan bir, masalan 10 odam bo'lsa 7 dan 6 odamdan yuqorilar. Sen ingliz tilini so'zlaymiz desa, ingliz tilini muayyan darslar qilib so'zlandi, 0 seviyada bo'lsangmi, uni qo'rqib ketmasang bo'ldi degan gap. Ders inglizmi, uyg'urchami o'qiganda? Uyg'urcha so'zlaymiz. Uyg'ur so'zlaymiz, ingliz darsmi o'tamiz. Chunki ishlagan vaqtimizda biz ingliz qo'llanadigan yerlarda ishlashimiz mumkin. Chunki Uyg'urlarning shirkati yo'q unda. Uyg'urcha bilib ishlayman deganlar dastlab qolgan gap. Endi shuningdek inglizcha so'zlasak, endi o'zining ashidada turadigan til bilan birlashtirib turibdi, texnik tushunish oson bo'ldi deb qarayman. Chunki bu quantum physics munosabatli, ya'ni quantum physics munosabatli Uyg'ur tilidagi kalimalarni ifodalash vaqtida ko'pincha ingliz tilini qo'llanamiz endi. Chunki ba'zi narsani qo'llangan vaqtda, masalan, mana quant deb oldim endi. Quantum deb aytganlar bor degan gap. Chirmish deganni har xil chirmishish, qetishish, ta'sirlashish degan ta'sirlar nima chiqdi degan gap ma'nolari. Ana buniki qaysi texnimmo maskilda buni tilshunoslik qilish kerak ta'sirni. Buni agar keyin azir qilyapman endi quant physicsniki Uyg'ur tilida ifodalanishi kerak so'zlarniki. Nemiz izohliq lug'at shaklida kerak. Bir xil tuzyapman endi agar mumkin bo'lsa vaqtim yetsa tuzib olayman deb qarayman. Aminlayman. Shunga agar mushun qarshi qatnashgan qarindoshlar bo'lsa, haqiqiy o'rgangisi bo'lar. Ma'no chunki men bir narsani boshlagandan keyin to'xtamayman-ku. Oxiriga chiqaman. Sizlar men qatnashganlarim shu talabni talab qo'ymayman-ku. Boshladik, chiqamiz. Uning keyin cho'da vaqtda bu neliqi bir kirishingiz ta'sirlik tushunishingiz hamda qanday. Tushunishingiz biroz boshlanish biroz tez, ammo biroz mengib olgandan keyin vaqtda o'zingiz bilmayli boshlab kirib ketasiz degan. Ya'ni qiziqib qolasiz degan. Qiziqish biroz. Chunki bir narsani tushunib olgandan keyin vaqtda qanday tushunib olgandan keyin uning nima ishlarni qiladiganligi, qanday ishlarni qila oladiganligini bilib olgandan keyin siz buni texnimmo ishtiyoq bog'lan degan. Buldendasa qog'ini degan vaqtda qog'ini tugatdi. Buldu qolgan müşahidelik bo'lsin hamsa shuna bundan keyin asosliq bo'lganlik darsimiz shu vaqtda mush quantum physicsniki quantum mexanicsdan ya'ni nisbiylik nazariyasi mush ikkisiniki qanday munosabat borligini quantum mexanicsdan asos solg'uvchilar kim ekanligini andan nisbiylik nazariyasining asos solg'uvchilarining kim ekanligini degandek larni aniqlab ancha vaqtda quantum physicsdan vaqtda nisbiylik nazariyasiniki ikkisiniki orliq ya'ni ko'rikni ularni kim qanday shakllanganligini kvant elektrodinamik degan bir nazariyani o'tirib qo'ydi. Bu cho'da vaqtda mush quantum physicsdan nisbiylik nazariyasiniki hozircha o'tirisini topoldi degan gap. Boshqalar cho'da vaqtda boshqalar bor, boshqa o'tirib qo'yayotganlarmi ilham bor degan. Okey, boshqa ikkisini birlashtirgan olimlarcha deyapti. Odatda bayon deyapti, Dirac bilan Feynman deganlar, endi Maxwell deganlar birlashtirildi. Texnik boshqalarcha deyapti, boshlash tirishyapti hozircha. Eng oxirgi vaqtda bizningki mushu dunyoninki ana fizik teoriyasini bilarsak, balkim fizik dunyosi qaytadan yozishi mumkin deb qarayotgan endi olimlar bor. Shuni agar izlanib bakman deyotgan bo'lsanglar, String teoriyasi deb izlasanglar texnikmi yaxshi nimalarga erishasiz, bilimlarga erishasiz degan. Bo'ldimsa bugunlik mushohadachilik bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa so'rasanglar. Rahmat Qaviljon, yaxshi bir dars bo'ldi bu. Buni shu uchun ozroq tabiiy fan bilimlari shu bo'lmasa hamda tushunib bo'lmaydigan mazmunlar. Oxirgi qismiki va mashina quantum mashinaning ishlamasi haqida.
Biz bu dərsdə fan maşın öyrənişdə hamda nima öyrənildi, buni öyrənib bolğandan keyin qaysi sohalarda hamda bir xizmat tepish va yoki ular o'zini kelgusi o'rgangan nimalarni taraqqiy qildirish bir imkoniyati bo'ladi. Yani bu derslerden asaslık öğrendiğin narsalar statistik çokum öğrenimiz. Hamma narsaning anisi statistik deb qaraymiz hozir. Asosiy. Buni çokum öğrenimiz. Bunun joyda asaslık men so'zlaydiganim basic qismi. Yani onun basic yani statistik degan bir statistik var. Bias statistik deymiz. Uni uyg'urcha nima deyotganini uqmadim endi. Aş statistikini öğrenimiz. Aşlardan keyin asosiy qismi va biz mashina o'rganishda ishlatilgan qismlarni so'zlayman. Onun da murakkab qismlarini joyda uni so'zlamayman. Uning keyin joyda Pythonlik asos bilim va buningdagi kutubxonlar bor. Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn degandek. Mush to'rtini asos qilib o'rganamiz. Qolgan joyda boshqa kutubxonlar bor. Scikit-learn degandek. Ularni cho'qim o'rganamiz. Endi mashina o'rganish joyda asosli kvant mashina o'rganishda biz ikkini birlashtiramiz. Ya'ni mashina o'rganishni boshlaymiz. Uni keyin joyda quantum physicsni, quantum mexanik so'zlaymiz. Eng oxirgi joyda ikkisini birlashtirib quantum mashina o'rganishni o'rganamiz. Yani bunun bu so'zlashdan boshqa TensorFlow so'zimda TensorFlowdan boshqa PyTorch bor, PyTorch. Yani buni joyda agar qatnashganlarning ahvoliga qarab PyTorchni so'zlab bering desa, PyTorchni so'zlayman, bo'lmasa TensorFlowni so'zlayman. Men chunki men o'zim ishlatayotgan TensorFlow ham o'rganganimmi? Bu framework deb qaraymiz endi. Ana uning joyida nervatori, ana neural network. Buni o'rganamiz. Buning joyida biz neural networklarning qancha turi borligini va bizga qaysi turini qanday ishlatilganligimizni, uning keyin neural networkninki qanday qaysi sonliq ma'lumotga asosan tanlanganligini mushlarni o'rganamiz. Buning ichiga kirib ketmaymiz. Neural networkni qanday tuzaymiz, qanday hosil qilamiz deganlarni joyda uni maxsus o'rganmasdan joyda buni u yerda o'tirib 6 oyda tushunib bo'lmaydi deb. 6 oy mushni so'zlab tushuntirib olmaymiz deb. Shuni biz mashina o'rganishda neural networkninki qanday ishlatamiz? Qaysi sonliq ma'lumotga qaysini ishlatamiz? Nimishqa degan mushlarni o'rganamiz. Qanday ishlatishni. Uning keyin joyda meyada MySQL bor, azroq sonliq ma'lumot ambiri qurish. Sonliq ma'lumot ambiri qurishni so'zlaymiz. Buning joyda MySQLni. Şimdi agar joyda talab bo'lsa boshqa MongoDB degandeklar bor. Bularni ahvolga qaraymiz endi. Endi Git. Chunki programmalarni nima to'g'rida bir narsa qilganlar bo'shliq joyda Gitlarni cho'qim bilish kerak. Buni so'zlaymiz. Bayandagidek ingliz so'zlaymiz. Endi bularni o'rganib bo'lgandan keyin joyda men nima qila olaman degan gapda chiqdimda. Bular nima, bularni o'rgansam menga nima foydasi, men nima qila olaman degandek. Ham joyda bularni o'rgansangiz siz uch ishni qila olasiz degan. Birinchisi, cho'ng sonliq ma'lumot analiz qiladigan yerlarda data analist qilib ishlay olasiz degan gap. Bu bir. Ikkinchisi joyda mashina o'rganish telefon shirkatlarga turgan mashina o'rganish xizmatini qila olasiz degan gap. Masalan, bu nima degan vaqtda hozirgi masalan chiroy tunish sistemasi, ovoz tunish sistemasi yoki sun'iy aqllar bor. Ashlarni joyda vaqtda hammasi degan mashina o'rganish orqali qilamiz degan gap. Endi nimishdan kvant mashina o'rganish qilasan degan gap chiqdi endi menda. Chunki mashina o'rganish degan joyda bu 2006-yili barliq kelgan narsalar-ku bu. 2006-yil. Chunki hozir xeyli qeriqlab bo'ldi. Anikin joyda mashina o'rganish qilib mukammallashib bo'ldi. Buni to'g'ridan siz nurg'un darslar bor degan gap. Buni o'rganganlar nurg'un degan gap. Shuning joyda mashina o'rganishni bilaman deyish bilan kvant mashina o'rganishni bilaman degan ikkisining farqi biroz zo'r degan gap. Ya'ni mashina o'rganishni bildiganlar ko'p. Kvant mashina o'rganishni bildiganlar joyda endi ko'payadi degan gap. Ya'ni fursat jiq demoqchi menda. Shuni kvant mashina o'rganishni qildik degan gap. Buning uchun biz mashina o'rganishni o'rganamiz. Endi kvant mashina o'rganishni o'rganamiz, ya'ni o'zimizga xuddi qushning ikki qanotdek qanot chiqaramiz degan gap. Bu holatni shakllantiramiz degan. Buni bayat deganimizdek data analiz qilib ishlaysiz, uning keyin joyda mashina o'rganishini shirkatlarga kirib ishlaysiz. Uning keyin joyda kvant mashina o'rganishni qila olasiz degan. Yana bir joyda vaqtda agar mustada taqdim izdanib qiladigan bo'lsa, men nimalarni deb beraman, qaysi sohalarda izdansangiz taqdim ish fursatlarini hozir shirkatlar joyda o'zingizdan qilgan klassik kompyuterlar bilan nimalarni joyda vaqtda kvantum kompyuterlarni joyda bog'lash ishlari bor degan. Bularni qila olasiz degan. Undan keyin kvantum shifrlashtirish. Bu biroz cho'ng. Kvantum shifrlashtirishni men qisqalam bunda narsa deb tushuntirib bergan. Amaliyotini so'zlamayman, chunki uni men bilmayman, amaliyotda kvantum shifrlashtirishni. Faqat qanday
prinsipi nimani ishlatganligini bilaman. Manda qiladi, manda qilamiz deb. Ammo uningki amaliyotda ichiga kirib, uni qanday bo'lganligini uqmayman menga hozircha. Shu 3 ishni qila oladi deb qarayman. Mesela bu kvant mashin öğreniş bu ders qatnashadigan odamlarni kirib siz nima kutsizda adamning saviyasi har xil bo'ladi. Bu bilimni egallash uchun ma'lum bir saviya bo'lmasa kiriblar o'tda qiziqlar haqida qo'lga ishlab qoladi. Chunki bilim bilan bo'lgan ishlar bo'lgan ekan hozirroq bu vaqtda ma'lum bir madaniyat saviyasi bo'lmaydi endi. deb o'ylayman. Siz endi qatnashmoqchi bolalarni qaysi saviyaga bolalarni asos qilasiz? Buni hozircha men 0 saviya bo'lganlik uchun deyapsam 0 dan boshlag'ali o'shamisiga mas kelaverdi. Bu bayat meyek asamisi astiga yozib qo'ydim, asos bilim deb. Chunki 6 oy o'rganishdi. Bu 6 oyda sizni yuqori darajaga yetolmaysiz degan gap. Maktabda o'qisangizmi 2 yil 1 yil o'qiysiz, 2 yil 1 yil o'qiysiz degan gap. Hani mening miyat nim qilganim degan vaqtda masalan siz buni o'rgansangiz, uning kenchi vaqtda men degan ishlarni qilib ma'nishingiz kerak degan gap. Men bu asos qismini so'zlab berman. Uning kenchi vaqtda ma'ni qilinglar deyman, u ishlarni qilib ma'nisangiz siz men so'zlaganni asos bilim o'zingizni yana bir narsa qo'shsiz, uning keyin o'rta saviyaga yeta olasiz degan gap. Shu bilan o'tgan vaqtda sizningki to'liqsiz saviya, to'liq o'rta saviya qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi endi. Endi 0 saviya bo'lsin yetarlik. Qilib ketadi degan gap. Chunki bizningki o'rganib biz qilib boqmagan narsa emas bu. Bizningki ingliz tili darsimizda burunqi men to'rbat laylash darslarimda 0 saviyadan kirib, hech nima bilmaydigan 40 yoshlarga kirgan adashlar. Ashlar kirib o'rgandi degan gap. O'rganib ish topdi degan gap endi. Keyin chiketdim buni uqmadim endi. Chunki ish fursati oshadi degan. Masalan, Yaponiyada hozircha vaqtda 250 ming. Buni shu vaqtda 2030-yil bo'lg'achada 350 mingga chiqarishni plani bor degan gap. Ya'ni bu oraliqda 100 ming odam ish urilish ehtimoli bor degan gapda bu odamda. Bu dunyoning eshiyoda bu kvant mashina o'rganish, bulabmi kvant mashina o'rganishda yoki bo'lmasa sun'iy aqlni nima qilish vaqtda bularni mashina o'rganish deyman endi. Bularning hammasi talab eshiyoda degan gap. Bularga mashina sun'iy aqllar kelsa bizning ishlarimizni tatib oladigan ishlar amaliyotda tatib oldi. Ba'zi kasblarni tatib oldi. Ammo shu vaqtda yana ba'zi yerlar joyda ish o'rinlari yaratib oladi degan gap. Sen unda bo'lmasa Bill Gates nimishqa 10 ming odam tarbiyalaydi degan gap 2020-yilga vaqtcha. Hindistonda. Uning keyin Xitoy nimishqa bu nurg'un nimalarni tarbiyalaydi odamlarni tarbiyalaydi. Yaponiya ham shunday degan gap. Har qanday davlat qarab qolgan maxsus mush kvantum o'rganish nimasi degan platformalar chiqadi degan gap. Bor degan gap. Ular joyda nurg'un ashlar joyda nurg'un nimalarni yaratib beradi degan gap. O'rganish fursatlarini yaratib beradi degan gap. Professorlarning leksiya so'zlari degan gap. Uning keyin ularga maxsus dars o'rlashtiradi degan gap. Universitetda Yaponiyadagi universitetda qarasanmi, izlasanmi, haqsiz darslar nurg'un degan gap. Universitetning darslari YouTube kanali emas u. YouTuberlar emas. Ular YouTuberlar tegmaydi degan. Universitetning maxsus sistemlik darslar o'rlashtiradi degan gap. Endi bizningki bunda universitet bo'lmagan ekan, nima ekan? Muajiratga. Boshlang'ich yo'q, shunday bo'lsa endi. Endi jo'raqda men mana qilyapman. Endi o'qish asli haqsiz qilasam bo'ladi deman. Men vaqtgacha haqsiz qilgandim. Endi haqsiz qilsa biz xuddi nazar kelib qo'saq to'yg'azgandek qildik ekan-ku. O'zing insonlarimiz. Shuncha vaqtda buningki muayyan sabab bor-ku, buningki haqsiz qilganligimningki. Buning sababini to'liq qatnashib eng oxirgi borganda tugaganlar xudo sababini deb bermish vaqtda. Nima ish qilgan qilganligimni. Balkim o'zingiz qaytib kelish mumkin degan gapcha. O'qish bildiringiz. Shuningdek bo'liqqa yana kelgusi bo'lgan bir bo'shliqqa yetish uchun tarbiyalash nimasi edi endi bu nimasinikidan. Shu bizningki bu mening qilayotganlarim xuddi qiyin fikr odam bor-ku. Ashlarga insulin urg'ash bor-ku. Bu xuddi shunday ish-ku. Bizning muajiratlik Uyg'urlar ona tilini saqlaymiz deb yilda bir qatam, yilda 2 qatam degandek kurslar ish qiladi-ku. U xuddi insulin urgandek ishdan gap. Bir millat insulin urgandek uni saqlab qolamaysiz degan gap. Qanday qilish kerak? Qon ishlab chiqarish yo'lini ravonlashtirish kerak degan gap. Bunga insulin kerak qolmaydi-ku. Buning uchun qanday qilish kerak degan gap? Ma'rif sistemasi qurish kerak degan gap. Boshlang'ich qo'y to'liq o'tira eng az o'g'ani mush uchini qila olsang, uning keyin sen ona tilingdan bahramand bo'lsang bo'lsa saqlanib qola oladi degan gap.
Bo'lmasa asla saqlanmaydi degan. Men kesib aytish bo'ldi. Men o kim desa desin, agar sizningki irodangiz Yahudilarnikidek kuchli bo'lsa, saqlaydigan, ayollaringiz bilimlik, ashunda saqlab qala olsa, ularning ma'rif yo'qligi bilan ularning ma'rifda ishlaydigan nur, safoliq insonlari va to'plum tajribaxonlari bor degan, tadqiqot markazlari degan. Bizningki ismlar bor, tadqiqot markazi, bu tadqiqot markazi deb. Tadqiqot institutlari bor, institutlar adam nechadan o'zi biladi degan. Ancha vaqtda shunga o'xshash biz mening bu qilayotganim faqat insulin o'g'andek ishlash bu. Mana insulin balkim endi qon besimini azroq tushirish mumkin-da. Ammo shu yoqda yana birozdan keyin yana o'rlab ketadi degan. Bu shu amal yo'qmish taqiladi endi. Endi mening chaqirqim shu yoqda agar mushu yuqori pentexnik bo'lgan qarindoshlarimiz bo'lsa, ya birlikda kelib birlikda qilaylik desam bo'ldi. Ya qilayotganlar bo'lsa, biz bunda qilyapmiz, kelamsa desmi, nim qarayman degan. Agar mening bilan mening qilayotganim bilan, ya'ni texnim ilgirlagan bo'lsa, texnim ortiq ilgirlab ketgan bo'lsa, men uning bilan birlashib qilaman degan gap. U biz men boshliq bo'lsam, kelsam, men boshliq bo'lsam, kelmasang men qilmayman. Men boshliq bo'lsam, bu qonun qatnashmayman degan yerimiz yo'q degan gap. Ya'ni o 5-6 yildan keyin unda deydigan Uyg'urmi qolmaydi degan gap. Siz tashkilot quraman deb g'altak chiqib o'zingizning ishini topsiz degan gap. Shuningki har bir ishning keyin yo'li bor-ku. Bir narsani saqlab qolaman deganki, uningki manbasini hosil qilishingiz kerak degan gap. U birchiliklab suv quyib qo'yish orqali uni qo'g'dab bo'lolmaysiz degan gap. Uning uchun jo'da xuddi bizning tashkilotlarning hozirgi nimasi, masalan, Einsteinning bir gapi bor-da, nima Newtonga qarshi chiqqan. Seningki chunki Newton degan hammadan fizik dunyosida uni birinchi deb qarayotganda, uning bir narsaga radiya berishga petinlamat qoladi bu. Ashunda yuqori saviyadagi olimdi. Undan keyin Einstein chiqib turdi, sening bu narsang bunga mos kelmaydi degan gap. Bu xuddi bir Uyg'ur yoshdan biri chiqib, hozirgacha tashkil qo'ygan Uyg'urlarning mujohid tashkilotlarining hammasi Xitoyning odami deganga o'xshash degan gap. Nimishqa? Chunki ular agar ashunda bo'lmagan bo'lsa, Xitoyningki zulmi to'xtaydi. 49-yilda hozirgacha Xitoyning zulmi to'xtab baqdimi? Texnik meg'irlab mangdi-ku. Demak, foydasi bo'ldimi? Mushunda desa nima deymiz endi? Bir chiqdinglar. Sen qitqay deb bir gapning ishga so'matsa, sen bir maydonga chiqib qitqa deyishdan boshqa hech qilmaymiz degan. Og'zini ochdim, osh gaplar bor, boshqa gap qilmaydi degan. Endi enishtim xuddi oshning hujum qilgandek qilgan. Hozir bizdan men chiqmayda desam, hammadan menga hujum qilib ketadi-ku. Ash enishtim hammadan hujum qilgan. Voy sen nima deyapsan? U degan gigant olim deb. Amaliyot shuda. Enishtim mag'lub bo'ldi. O Newtonninki o nimasi teoriyasi yo'qda, bu olam bo'shliqi yoki mikro dunyoga jo'yapti, butunlay mos kelmadi degan. Bu kim aqlashdi? Einstein aqlashdi degan. Bizning hozir agar mush vaqtgacha qurilgan tashkilotlar, mush vaqtgacha aktivist o'g'illarningki qilgan ishlarining hammasi nol bo'ldi. Desak, xato deb chiqa oladiganlar bormi? Xato desa isbot bor. Agar xato bo'lmagan bo'lsa to'xtaydi. To'xtadimi? Texdim yo'g'irlab keladi degan. Bundan keyin tashkilotlarning ehtiyojim qolmaydigan aql degan. Shunga odamga odam orqali qarashtiramiz-ku. Bir odamga bir odam qarashtiramiz. Bir to'pliq orqali, bir tashkilot orqali, bir siyosiy partiya qurish orqali, bir davlat orqali qarashtiramiz degan gap. Bir davlat tashkilot qarashtirib degan ko'klik bir ish bu. Endi Uyg'urlar asosida Uyg'ur yoshlar bo'libmi? Bularni tunib yetadi. Hozir hammasi chunki bosh chiqib olganlar hammasi qirib o'lgun to'di. Hammasi o'ldi. Tefekkür ideya yanılmayaptı da xuddi iPhone 4'ne burun en bir çoğunluk işleydi. Hazır iPhone 4 5 hatta 7 işi bekar ve seçkim işletmeyi ki o nesnikine boğan. Yanılmadı ama fırsat mandarak boğa vaqtda yanılmay, fırsat moşunda boğa vaqtda yanılmadı da o. Eliqi xuddilik nimaga bir nim qaplashgandek bo'lib qoldi o. Ashunda holat keladi degan. Bundan biz en qisqa zamonda 2027 ga vaqtcha o'zimizni bir tuzaldik agar moshunda mang'arsak degan gap. Bizning ishimizni bir yak berib qoldi degan gap. Endi manda desam, "Voy sen bek umidsiz ekansan" deb qarab ketganlar. Umidni men amaliyotni asos qilaman. Men data analiz qilgan odam. Sonliq ma'lumotga asosan yakun chiqaraman degan gap. Ahvolimizni qarab turib yakun chiqaraman. Umid bor bo'lsa,
u mendan ümit var adam yo'q, oyga chiqaman deb qarab turman endi. Ammo amaliyotga uyg'un bo'lish kerak, qilayotgan ish va qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz jo'da vaqtda hozirgi millat bo'lish kerak. Shuning uchun jo'da vaqtda endi bizningki asta-asta ko'tarilib chiqadi. Masalan, oldingi qitim bir to'rbetlar aylaydigan bir o'quvchi bolalar chiqyapti. Python o'rgatadiganlar chiqyapti. Anikin Uyg'ur IT boti degandek. Anikin Uyg'ur sistem bor degandek. Endi jo'da vaqtda bizningki biz tashkilotni taqib etib 250 dek tashkilot ochildi. Biz tashkilotni taqib etib, ashundan tadqiqot o'rinlaridan eng az bo'lgan bizni yetishimiz kerak degan gap. Ashunda bo'lgan vaqtda anikin Uyg'urlar qo'llanadi. 3 musulmoncha Uyg'urlarni qutulishdan birisi yuksak darajada siyosatchilarimiz bo'lishi kerak. Bu hozir mumkin emas. Ahvolimiz shu. 12-chi bo'lsa, nəhayət ko'p pulingiz bo'lishi kerak. Endi 3-inchisi qoldi, yuqori texnikangiz bo'lishi kerak degan gap. Agar bu uchi bir yerda kelsa-ku, texnik yaxshi. Shu mushlarni selishtirib qo'yib, bizning ahvolimiz hozir nima ekan? Endi hammani sinab qo'yapmiz-da endi. Xuddi bo'g'izlash uchun yotqizilgan qo'ydek tipirlab qo'yapmiz-da endi. Qubab ketaolamanmi deb. Ba'zilar qubab ketadi-ku shunaqa qilib. Bizim bir qubab ketaolamiz deb sinab qo'yapmiz degan gap. Shuni eng muhimi yoshlar. Buningga men o'rgansam qanday bo'lar? Deyish to'g'ri. O'rgansanglar cho'qim xizmat topsizlar, men nima 100% deyolmayman. Uni desam men yolg'onchilab qolaman-ku. Birisi o'rganishingiz kerak, yana bir so'zda o'zingizning ixtiyorini, ya'ni ixtiyorni joriy qildirasiz, yuqori saviyada joriy qilamiz. Men o'rgatgan 2 soat yoki 1,5 soat dars qilamiz shu odatda. Men ma'lum yozib qo'yganim 2 soat qoldi. Siz bir kunda 2 soatlar to'xtab qolmasligingiz kerak degan gap. 1 soat eng az bo'lganda 6 soat o'rganadigan vaqtingizda bir kunda. Bu soatda utuq qazanasiz degan gap. Qilib buning uyda qila olmayman degan gap endi. Har kuni 6 soat mush ko'rsatgan mush soat o'rganib maqsadingiz joyda vaqtda 6 oy ichida siz nima ish qila olmaysiz degan gap. Qila olasiz degan gap. Sizdek bizda xizmat haqlar tepatgan ishlayotganlar bizdek odamlar qo'shilamiz. Shuningdek poet ishlamas, amaliy ish qilishdimi? Umidvor so'z qilishda emas, amaliyotni asos qilishdimi? Jur'at qila olishimiz kerak degan gap. Shu agar o'rganmoqchi bo'lgan qarindoshlar o'shdan qilsanglar, darsning hammani men o'tamdim degan vaqtda ba'zilarini men o'tmayman. Ba'zilarini boshqa, masalan, ingliz tilini men o'tmasligim mumkin. Gitni men o'tmayman degandek. Uning ikkinchi vaqtda statistikani va Pythonlarni men o'taman. Uning keyin boshqalarcha vaqtda almashib o'tadiganlar qarindoshlarimiz bor. Agar yana shu soatcha vaqtda men shu Python darsini qila olmayman, o'disini chiqa olmayman, statistik darsini o'disini chiqa olmayman, nervi to'g'rini men yaxshi tushundira olaman, gitni yaxshi tushundira olaman degan qarindoshlar bo'lsa, har zaman qarshilarimiz birlikda hamkorlashib qilaylik. Bizning qiladigan ishimiz bu asta-asta boshlanmagan bo'lsa, keyin nima ishlarni qiladiganligimizni chiqadicha o'tirgan. Chunki bir yerdan boshlashimiz kerak. Tutsam bular ko'msam pisham, yapsam pisham deb qarab tursak, bizning ishimiz xatarlik. Eng oxirida deb qo'yganimiz o'zimizni bir silkib baqali. Ya butunlay yo'qolib ketamiz. Ya bir umid paydo bo'ldi degan gap. Shu ashni boshqa amal qilmadi endi. Endi achchiq, haqiqat achchiq endi. Achchiq qilgan gap shu. Sizni buni izchil davomlashtirishimiz maqsad shu Uyg'ur yoshlarini bilim orqali taraqqiy qildirishga imkon yaratadigan fursatdan texnika ko'paysam, texnika xalqimizni tabiiy bilimlarga qiziqtirsam, o'zimizni taraqqiy qildirish orqali millatning bu ruhini jonlantirsam deyapsiz. Buni men yaxshi tushunyapmiz. Qancha ko'p sizga o'xshash menda bilim orqali millat taraqqiy qildirish, bilim orqali o'zini qurollantirish bilan ilk odamlar ko'plab chiqsa, umumiy millatning saposi o'sadigan gap. To'g'ri. Bu misol joylik qilib qolgan gap. Eng quduq paqadaklarkunda. Shu biz endi dunyoda hech qanday bir to'plamga selishtirib olmaydi bizning ahvolimizni. Eng oddiy Falastinga selishtirib olmaydi degan. Falastincha qarshilik harakati va ular yo'qolmaydi degan gap. Qarshilik harakati yo'qolib ketadi degan gap. Endi biz shu vaqtda qarshilik harakatimizni shakllantirishga bayat dedim-ku, davlatga davlat orqali qarshi turasiz degan gap. Uningga o tashkilot
u bir adam chiqib qarashtirib bo'lmaydi degan gap. Birli videolar yo'q qildi ayni Xitoy chiqiblar. Maqatim yana bir yig'in ochdi endi. Inson haqlari yig'ini degan. Güzel. Ba'zilar kulib ketibdi. Asli biz muajirat Uyg'urlar qilgan haqoratning eng cho'ngi shu. İnsan haqlari tashkil etadigan bir qurib olgan cho'ng bir tashkilot bor. Do'qning ichidagi barasi. Ashlar endi edamdi. Ashlar hammasi istifa berish kerak daslan nomusdan, sharafini yo'q qildi degan gap. Turklar biz mush vaqt inson haqlari deyapmiz. Bu Xitoy ochdi. Hamchodan bularning hammasi sipirilib yo'qolib ketish kerak. Nomusdan yo'qolib ketish kerak degan gap. Nomus yo'q, nomus yo'q deganda so'zladi degan gap. Adamda azroq nomus yo'q, o'lgan insonlarni bir taraf qilmaydi degan gap. Buning uchun cho'roqda yoshlar harakat qilishimiz kerak degan gap. Bir ishda mag'lub bo'lgandan keyin siz u sabab so'zlashning hojati yo'q. Mag'lub bo'ldingmi? Bo'ldim. Bitdi ishing degan gap. Xuddi sabab ko'rsatishga haqqim yo'q degandekchi. Biz ashunda g'alat nima qilmasak biz u mag'lub bo'ldim, mening sababim ititi desa, ha bo'pti, yana bir sinab baqa. Do'lqinbekmi sinab ishini bilib turadi hozir. Yani bir yildan keyin u laqada chiqdi degan gap anaqa. U bizningki surgun hukumat ağaçlarning hammasi sharafini yo'q qilish kerak, chiqitish kerak ular. To'g'ri dunyosini yo'qolib ketish kerak-da, nomusdan. Chunki u hukumat turib ashunday narsalarga bir nima qilmagan ekan, demak biz o'zimizning rolini joriy qildirolmadik deyishdan deb kechirim so'rash kerak muajirat Uyg'urlardan. Hech bo'lmasa o'ziga mablag' ta'minlayotgan, badal pul to'layotgan a'zolardan kechirim so'rash kerak degan gap. Bu ashunda bo'lgan vaqtda uning kendidan o tashkilot ishlaydiganlarningki azroq g'ururi bo'ldi, azroq ilhom bo'ldi degan gap. Bu shu bergan mablag'ni hisobini chiqarmay yuradigan gap shu. Xalqning o'zidagi mas'uliyat, millat oldidagi mas'uliyat majburiyatidan azroq millatga javob beradigan, xalqning qoyil qiladigan bir ong yetilgan bo'lgan bo'lsa, bu diasporadagi bizning bu chechelangligimiz Allohning xotirini bilgan bo'ladi. Bo'lmasa hammasi ashunda davlatlarda yashayotdi bo'lmasa. Ma'lum bir vazifani ijro qilinmasa yoki hal qilinmasa ma'lum bir masalani istifa berdi-ku beshadagilari. Istifa berdi bo'lmasa Angliyada oyda bir qatim nima almashgandek almashdi-ku. Bu Rossiyada yashayotganlar, Amerikada yashayotganlar, Yaponiyada yashayotganlar, Turkiyada bo'ldi. Turkiyaning ashi yo'q endi. Ashlar hech bir ashlardan nima deymiz bir yerda yassil bo'lmaydi. Undan bilim elish kerak. Aldigan narsani elib o'zini kuchlantirsa, u yerda yashagan bo'lmaydi shu. O'likdan nima farqi bor? İşte bu g'arb davlatlarida hamda hamma narsani tuzib turadigan, bilib turadigan, hammasi ustida boshqarilgan bir sistema borda, uni biz xalqni, Uyg'ur xalqini kontrol qilib turdi. Axborot vositalari chiqib turdi. Aniga shu ishni adam o'ziga mas'uliyat majbur ado qilolmagandan keyin u xalqning nazaridan tushadigan gaplarni tushibda, biroq qayta bosh ko'tarish fursati bo'lmaydi. Ammo bizlar kiribdak tugilib lakim xalq nimasi desin, qo'laqni yo'pirib lakim bizning ishni qilib ketaverdi. Biz bu millatning egisi yo'q bo'lib qoldi. Hozir biz diasporada bizning bu millatimizning egisi yo'q bo'lib qoldi. Egisi kim bo'lsa, bir chiqayotgan bir necha odam shu biz qilayotgan ishni bizni deblar, shular o'zini ham nima qilayotganlar shu bo'lib qoldi hozirda hamda. Shu amaliyotda biz hukumat sistemasi nimiz quralgan bo'lsak-chi, gapingizni bilyaptim. Hukumat sistemasi quralgan bo'lsak-chi, Do'lqinbek, sen o'zing partiyasi ishlab, bingsing bo'lsa, o'zing nimasini tashkillab kelib, mas surgun hukumat degan bir mashina bor, mashina haydaysan. Manchalik va'dalaringni e'lon qilib, o'rindanmasang, va'da qanday nimalarni qilsa, shularni hammasini deysan, nimaga tushsan, saylanga tushsan. O'g'izbek sizlar shunday qilinglar. Turkiya netidan to'playolsang to'plab, shunga kelinglar. Sen shunday qil deb emas, raqobat silib, agar cho'da yoqda hukumat turaverdi. Hukumat bir mashina qo'shdimiz, uni o'xshasak kichiklardan. U shofir keldi. Agar shofir yaxshi haydaymiz-chi, qo'ng'itib haydaymiz uni. Kim yaxshi haydasa, kim asrab haydasa, kim manzilga yaxshi dal vaqtida bora olsa yo'qda, degan vaqtida degan manzilga bora olsa, u yana yaxshi haydagan bo'ldi-ku endi shofir bo'ldi degan gap. Bu sistema ashunda bo'ldi degan gap. Sistemasi nimaga deb o'ylanib bir odam ulab ketganiga yoki bir odam chiqib ketganiga u turib qolmaydi degan gap. Sistem aylanib yuradi degan gap. Bu Uyg'urlarning aynan bir sistem qilmay turib,
madaniyatini saqlab qolmay, tilini saqlab qolmay, depini saqlab qolmay, ravpini saqlab qolmay degan u mumkin bo'lmaydigan ishdan gap. Birisi Uyg'ur məhəlləsi turishqa qarışlab ekan texi. Uyg'ur to'plum qurmay biz uyimizda ona tilimizni saqlasak bo'lmam deb. Bir xil hammasi nima deymiz endi? Qanday bir to'plumkin bu ham fuqini bilan. Hamma narsa inson bizning millatning iksomati shu buningga. Igi chiqadigan ya buni hisob beradigan birimiz bo'lmagan ekan, hammasi o'z qurgan podshohlik, o'z qurgan darnak shaklida kim sirtni hech qanday anglamaydigan gap. Ozroq taklif fikr bir narsalar o'tirib qo'yilgandikinlar qalpoqda ya yetim qoldirilgan gap. Ash orqali bu narsa bakkalaqqa ichinish bir avvalcha bu. Shu kim kelsa yeb ketib bordi-ku bizning Uyg'urlarni. Sen shapaqchim kelib yeyapti, kavobchim qilib yeyapti degandek. Yani birsim kelib yeyapti degandek. Bir xayollar chiqib 20 yildan yegan xayollar endi eskarlanadi. Bir xil endi kulmaydi desa kulgudek bir xil ishchi alaqa. Nima deymiz? Achchiq kulishdan deganda buni. Alaqa ba'zi narsaga achchiq kuldigansa aqal bag'on. Shuni o'xshashdi ahvolimiz shunday ig'ir degan gapda hamda. Endi vatandagi bichorligini qarab biz shularning ichiga videolarni Facebooklarda boshqa taqib ko'ramiz. Oshlarmi bir amal qilib ashari Xitoy tajovuzning zulmini qattiq ochiq hasratni bir amal qilib ifodalab chiqaryapti hamda ashlarnikini. Ashning haqli ko'rdi, barmoq bordi, lekin ash bichorlar ash orqali o'lsam bo'l o'lib ketay, ozroq dadim develop deydi. Lekin diasporadagi bu rasvochilik, bu siyosatchilikni ko'rib turib, bilib turibmi, tinolmaydigan odamlarimiz jiqda, qo'rqmay lillah ikki qiz gibi qilinmayotgan bu ham qo'rqinchli ahvolda bu. Agarchi hozir bunda so'rab qo'ying, shu to'g'ri bir savol tashlab qo'ying. Agar siz vatandan chiqmas vaqtida mujoratdagi Uyg'urlarning diaspora deydi hamda inglizchasini deyolmaydi bu. Diasporadagi Uyg'urlarningki mushundalik ahvolning mushundaligini bilgan bo'lsangiz chet elga chiqamdingiz. deb so'rab baqsin bo'ldi. Ba'zida vatan bo'lsa bo'ldi deb. Vatan bo'lsa Chavshen yaxshi o'g'ay, shunda davlat bo'lsin bo'ldi. Unida bo'lsa Xitoy bu kessangiz bo'ldi. Men shu hozir gapingizga gap chiqib qoldi-da, 2005 aşağı pedagogiyat ishlayotgan mezgilimda chet elga chiqaymi, nima ish qilsam bo'ladi deb shu ikkilanni o'chada ishkirga o'qish qilayotgan bir nima chiqqanda-da bularga o'stirimiz qo'shqilib tarbiyalab qolamiz u bu deb. Biz maktabdan sammo menga yiqilishib qolibdi ekanda, shu maktabdan degan vaqtda men maktab mudiri, men ishkir o'qib kelsam, men o'qiyveraman, o'qimayman bo'ldi. O'qisam chet elga chiqib o'qiyveraman deb işte azraq tirishib turgan mezgilda pasport bichirib ko'p tayyoqqanda chet elga chiqsam bo'larmikan deb. Lekin chet el to'g'ri hech qanday bir puchur yo'qdi. Shu mezgilda shu Oqsuning ko'chasiga ketyapsam, bir Uyg'ur bola chet ellikni ketyapti ekanda ko'chada. Men ko'chab tuzdim, darhol to'xtagan bekatga tushdim, jugurib berib chet elliklar Uyg'ur bilan ko'rishib oshxonaga kirib mehmon qildimda, ko'p bilan voy deb vatandan voy chet elning birsiga baxtjon bo'limizda ko'rsak jiroqda nima qilib. Ana oshlarda o'tirib paranglashib, xil chiqishni qilib qoldik. Ondan keyinsa men o'sha Uchtirpanda uyda bayram qilib Uchtirpanga chiqatdim. Uchtirpanga chiqdim, ularni keyin ko'rsatdi, paranglashib o'tirib, desam Germaniyaning bir Amerikadan kelibdi bularnikida. Bularning debberisi vaqtda men shular masala so'rab boqqandim emas. Hali tarjimon bo'ladimmi? Chet el to'g'risida uchur bilamsiz deb so'rasam, u hech kim bilmaydi ekan chet el to'g'risida. Inglizcha yaxshi so'zlaydi ekan, bir narsa bilmaydi ekan. Lekin Amerikaliklar bir Germaniyalikdan ikkisini bular atalmış Şinjan Universitetindeki Uyg'ur tilini nima ekan, azroq bildiki Uyg'urcha ham yangi o'rganganlikda yaxshi so'zlayolmaydi ekan. Ana oshlarning ikkisini masala so'rab boqsam, ishkilisi deganda sen qattiq chet elga chiqma deb. Nimishqa sen birovdan xizmating bor ekan dedi-da, bu sen maktabda bu yerda o'qitish ekansan, o'qitish tarbiyalash maktabidan o'qitish ekansan, ya'ni bir millatniki bir ma'rif sezim ishga qarab oldirib xizmat deganda bu tashlagan narsa emas. Bu chet elga chiqsang, chet eldimi bunday xizmatga erisholmaysan deb Germanik Uyg'urlarni tanıydı ekanda. Bu deganda Germanik Uyg'urlarni men bilaman deydi-da u. Ular aşağıda Abbas sınıf panoq tilagandan keyin ular ishmi yo'q, ular tilini mayda bekab turdi. Unda oson emas chet el xizmat taraqqiy qilmoq desa, men buni necha yoq cho'g'latib bil o'yin bilmoq qandikan
Hani chet elga chiqishga kishilarga yordam bermay qolamida bunaqa suv ichishim uchun da'vatamdikan deb ashta o'ylab tikamda uyg'urcha qalbi bilan. Keyin kelib chet elga chiqdik, ko'rgandikan, o'tirib o'ylab boqsam, ashtam degan rostkandiqchima degandek yetib qolgan. Demak, nima deganda biz sirtqi dunyo to'g'risida uchurimiz nolda vatan ichida. O'qimaymiz bu narsalarni. Chet elga chiqib o'qib kirganlardan so'rasak, bu narsani deb bermaydi tafsirda, hammamiz qo'rqinish ichida. Hani ularni qo'yib turlar. Hozirgi ahvolimizda biz g'arb millat orqasida yashagan Uyg'urlar, Turkiyada mush bilaklik bo'lgan Uyg'urlarmi, masalan, Qashqadaryoga borib qolsam bo'lib, Qashqadaryo o'zim beklar taraqqiy qildiraman degan to'g'risida uchur olmaydi ashtama. 10 odamdan so'rasa, 10 odam 10 xil uchur qildi. Biz eng yuqori odamdan so'rasa, u bilim orqali o'qiyman desam, madad kel deydigan gap. Ya'ni biz qachon ishlab, dinarchilik pul topib qolsa, voy, madad qilsam, pulsan topib qildi ekan deydigan gap. Yana bir sizdan qap qolsa, madad qilsam, sotsial pulni jiq birdi ekan. Balg'i pulni jiq birdi ekan desa, oyoq yuguraydigan gapda, manada to'g'ri bir uchur bir narsa yo'q. Shunga biz asli diaspora Uyg'urlarmi mush to'g'risida chet ellik Uyg'urlar qanday qilib qaysi davlatga raqab qaysi davlatni qanday taraqqiy qildira oladi, qanday qilib kuchlana oladi, mush to'g'risida bir millatga to'g'ri kuchir bermaylik. Hatto shu davlatlar qurilgan tashkilotlardan mush to'g'risida ma'lumot so'rasa, to'g'ri javob bermaydi-da narsanikini. Bu bir echinish qahvola vatanlikni qo'yib turaylik. Mushda avval panolik talash to'g'risida to'g'ri qaqqa bir narsa deb bermaymiz. Shunga kelgan odamlar qarasa uzun turib ketayotgan va o'qay desa qanday o'qiydi, nerdan boshlaydi, nelar aloqa qilishida mush to'g'risida nim qilolmay nurg'un vaqt zoya ketayotgan Uyg'urlarimiz yo'q emas. Yani biz uchurda yashaymiz, o bu deymiz. Shunga ilgiriklarning tajribasi keyingilar uchun bir ibrat bo'lgan gapda. Mushda qilgan bir narsalarimiz yo'q. O eliq masizdan deganingiz eliq xuddi nimaga o'xshaydi eliq. Bizning tashkilotlar ismni qo'ygan bilan ichida yo'q, ichida uning munosabatlik bir talbirini topolmaysan. Masalan, ma'rif tashkilot degan bir tashkilotlar bor. Ular ma'rif bilan qilch munosabati yo'q. Onun keyin u tadqiqot, bu tadqiqot institutlari, ular tadqiqotlar hech bir ish yo'q. Yani issimbek ulug' akademik Uyg'ur akademiyasi bor. Ularning akademiyalar shu yo'qmi bilmayman. O 20 yilning yo'qi u qurilgan xil uzun bo'ldi-ku. Biz chiqqanda bor ekan tuqashi. Biz chiqqan 10 yil bo'ldi degan gap. Ham undan u manda qarasaqchi 2016-14dan burun xil nimalarni vazifa tugallar berib kelyapti. Demak, bu yer bir masala bor degan gap bo'ldi endi. Pasportchigan qadr tasbijimiz qanday chiqimiz, yana bir qatam kirib chiqib turadiganlar har xil nimalar bor-da endi. Buningga bir ayrim bir kirishim. Sirgin hukumat qurgan odam berib kelayotgan do'stlar buni deymiz. Nurg'un ham ishda tashlab nimasiga jiqirib endi deb-qo'y. Men g'at o'tirib o'ylab qolamiz, biz yashayotgan davrdagi bo'layotgan ishlardan bir statistika chiqarib, bu narsani arxiv saqlab qo'yish kerak-ku bu narsalarni. To'g'ri. Bu millat vaqtida bunda ketavermaymiz. Ammo bizga bir fursat keladi. Shu hamma narsani hisobi millat oldida hamma narsani hisobi bu narsalarni-ku. Biz ham chet elda hammamiz o'ziga beg'ulib yashagan bilan bu narsa uzun surmaydi. Doim bizga mayli nimani so'zlagan vaqtim degandim Uyg'ur yadiksi deb. Uyg'ur yadiksi o'tgan narsalarni qilsan qilgan narsalarni o'ziga qilmagan narsalar yaxshilik yomonlik bo'lsin eslab unutmaydi. Asli Uyg'ur shu. Yani yadiksi degan bir memory degan shuni ma'nosi. Yadiksi Uyg'urcha. Endi biz ishlatmagandik uni. Unutib bilmaslik mumkin. Uyg'ur yadiksi deb, Uyg'ur memory deymiz endi. O'sha yoqda o'tgan, kechgan, sizga qilingan, sizdan berilgan, sizga qilingan narsani hammacha asla unutmaydi. Asli Uyg'ur bu. Ammo shu degan vaqtda bizningki birisi shapaqchilik qilib chiqadi, birisi kavobchilik qilib chiqadi, yana birisi xoinlik qilib chiqadi. Bir haftadan keyin unutib ketadi. Yana birisi birini deb chiqadi, uni bir hafta to'rda varang urishib ketadi. Ikkinchi haftasidan boshqa hammasi yo'q. Xuddalik hozirgi nima bo'lib ketdi? Aylan bo'lib qoldi, davriylik bo'lib qoldi. Har yilda cho'ng namoyishdan manchisi bor. Buni qilib versaklar vazifamiz tugaydi. Uning keyin kichik namoyishdan o'rlashtirish qasmani qilamiz deb vazifamda orbit shaklda aylanib turibdi bular. To'xtovsiz. Har yil shunda o'xshash takrorlanversa, bir ishni o'xshash takrorlayverib, o'xshamaydigan natija olish mumkinmi? Shunga mening bu yerdalikqa mening maqsadim endi mush 2025 yilga chiqarkicha mush pentexnika Uyg'ur ma'rif yani. Yuqori pentexnik munosabatliklar. Agar mush sada hamkorliklar qarindoshlar bo'lsa qildigan ishlar jiq. Qilmay yetish bo'lmaydi mencha bunga.
Özüm qılavatman hemde bir yendin Uygur sallaqmanat bir qurish işleri var degan gap. Buni qilavatqanlar bolsa, balkim qilavatqanlar bardu. Özüňiz saqlap qo'yishlar ish bitmaydi degan gap. Buni biz Uygurlar münasiblik resimlar, nurg'un resimlar bor-ku. Aşni izleymizdik. Ögün tapanmaymiz degan gap. Chunki Google mu vaqt kelgan vaqtdan buni yo'qlaydi degan gap. Aldın qitim Meta şirketim yo'q ana qildi-ku Facebook'nikini. Aşna o'xshaydi degan gap. Buni çoy yoqda özümüzning sallaqmanat ambir saqlashimiz kerak degan gap. Vaqt kelgan vaqtda issiq chiqarib ishlatamiz degan gap buni. Bu masala yoqda haqlar ishlatib olgandan keyin haq nima bo'ldi uni? Agar pul to'laydigan pulni qo'yib ketsa yoqda pul to'lab ishlatsa degan gap. Bu bir. Onun kendi özümüzningki til va boshqa nimalarni yoqda özümüzniki saqlayarishimiz kerak degan gap. Onun kendi özümüzniki saqlayalgandan keyin Xitoymi yoki Uyg'urmi deganni farqlantirishga avval foydasi bor degan gap. Buni keyin sun'iy aql robotlar yasaqan vaqtimizda bir Uyg'ur kelib qolsa pangla aytib o'tmaydi degan. Xitoymi Uyg'urmi deb farqlantiradigan bo'lish kerak. Chunki har bir toplumninki, har bir insonninki o'xshamaydigan yerlari bor-ku. Yüzde. Hammadanning yuzini o'xshash o'g'ini, ammo ba'zi yerlari o'xshaydi. Xuddi barmoq izdek o'xshamaydigan yerlar bor degan gap. Buni yoqda biz tutib, ashni elishimiz kerak, ashni o'xshamaydiganlarni hammasiga attakdani hujum qilishni, buyruqni qilishimiz kerak degan gap. Ashunda laylaydigan ish lozim bo'ldi. Buni yoqda keyin buning yoqda cho'ng sallaqmanatlar kelish kerak lozim bo'ldi degan gap. Uyg'ur sun'iy aql qurish yoqda nurg'un tekstlar lozim bo'ldi degan, PDF shakllar lozim bo'ldi degan. Buning xilqi bir odam qilmasangiz vaqt chiqib ketadi degan. Buning uchun yoqda eng oz vaqtda 3 guruh insonlar bo'lish kerak. Birisi maxsus mashina o'rnish qilganlar bo'lish kerak. Yani bu yoqda maxsus torbetlar alaydiganlar. Onun keyin yoqda maxsus Uyg'ur tilshunoslar bo'lish kerak degan. Mush 3 guruh eng az bo'lgan 3 guruhga qolgan guruhlar bor texe. Endi eng az bo'lgan 3 guruh bo'lganda oddiy bo'lgan mashina o'rnishni yasab chiqa olamiz degan gap. Ay bizning vatanda yasab to'g'ri bor ekan-ku. Deydiganlar bo'lishi mumkin. Uni qanday yasada uni men uqmaymanmi? Ana yasashning narxli usullari bor-ku. Masalan, ma'laqi Facebook'larda ancha uchrab qoldi. Kompyuter bir nimasi bor Uyg'urlarniki qurgan. İsmi nima ismi? Ular KDJmi? işte bir Revopa Kompüter ilmiy jamiyatimi? kompyuter Uyg'urlar kompyuter ilmiy bu jamiyat qurib haqiqatan yaxshi qilibdi-ku bularniki ham. Ash chiqqan bir nimalarni ko'rman. Bular malaqi ovoz sallaqan bir yig'iyotdi masangada. Saatiga pul berib o'qib turinglar, ovoz to'playmiz. Bir yil yig'lamadiq emasmi ashni? Bulanmadı. Aslında beka qilib birgash, men azroq nimasiga nima qilib berdi, xudoylab bergan davomli qilmay pul istish chiqib qoldi ekanda odamnikida. Masalan, davomli qilsang bo'lmaydi ekan-ku, uni men o'xshamagan haliqi. O'xshamagan bo'lsa, men ovozimni haliq titrishim o'xshash chiqmaydi-da nimasinikidan. Shu men necha qatim qildim endi, haliq o'xshash bo'lganligini. Haliqi adam chiq qatnashsa shunchikanda, endi bizning Uyg'urlar bunday narsaga aktiv fidokor bo'lib kitap o'qigan narsa o'qib bersa chiqirib o'qib tashlab qo'yish kuniga bir chiqirib bersa qo'shin bir xizmat. Oshlarniki kelgusi hamda sun'iy aqlninki bir cho'ng bir sonliq ma'lumot chiqib turdi. Bizim Uyg'urlar chog'da yaqtasa g'achchida Uyg'urcha biz paranglashib turgan narsaga naqsh qilib qilayotgan ishlari kelgusi hamda. Yani aşının ama aşılar adam tapanmay, hatta pul veripmi 10 euro saatiga $10. Obdan pul. Tapanmayotgan qarab adamniki salaqqa o'zimizning millatligimi alaqqa kundigan Uyg'urlik qanchalik qilib qolgandi deb uni o'ylab qoldik ekanmiz. Men ash bolalar bir suhbat qilib qo'ygan, ekranga chiqib aloqalashgan, shuni qilayotgan xizmatini muayyanlashtirishdan tang millatni sizlar nima qilib turdi, sizlar millatning kelgusi uchun bir xizmat qilayotgan bo'lgan ekan, millatni sizlar nima kutisizlar deb o'sha bir programma qilay desam, bu bola bir xabarni birimiz deb nima qilib qolib javob bermadi. Asıl şular iç so'zlash maqsad shuda, ashlarni qilayotgan xizmatiga hammadan namoyish qilish, hammadan oldiga chiqib vaqirab javob berishni uni qilgan uning haqisi qilsin. Keyinda qilgan millat uchun qilgan ne xizmatlarimiz bor. Shularni qilayotgan bo'lgan ekan, ba'zilar masalan chaqirib qilgan odam topolmagan ekan, o'sha ekranga chiqib so'zlatib, ular qilayotgan ishi nima? Millatning kelgusini qanday yaxshi qilyapti, undasa millatni nima kutyapti ular? Ya haqini pul o'rang demadi, bizim qilmadan dedi, millatni nima kutisizlar? Iqtisod kuchsan, azildan iqtisod toplaylik. Boshqa bilan siz qo'ysan, mana bu narsani qo'llaylik deb shunda shularni qilayotgan ishlar xalq o'rtasida bir baq qura olsa, ana bizning ishimizmi organik ma'nochi oldi qarab bu narsani. To'g'ri. Haliqi e'lon muhimchi, men e'lon berib qo'ydim, e'lon deb qo'ydim. Hamma narsa mana ichish bo'lmaydi bu narsaniki. Shu e'londa samimiy, rostchil,
ega bo'la oladigan shaklda e'lon berishchi bizning Uyg'urlar unda nima emas, unda keyinda qolgan bek qaloq emas. Bodo qilqima va Konefa futbol musobaqasida mana shu xalqning kuchi bo'ldi-da, shu bolalar qo'llaganlar xalqning qo'lida. Shu Tashkilot qancha sado chiqqan hissa qolmaganda ko'pincha xalq qo'llab, xalq voy deb qon bo'g'ashqa, olim to'pni deb xalqdan umid ishonch kelgan bo'g'ashqa, ular musobaqa tutib, qo'shaloqdan qaytib kelib xalqning xo'shi bo'ldi. Chunki millatning ro'yini bir o'yg'at tashladi. Demak, qilayotgan ishdan xalqqa bir yaxshi shaklda tushuntirib, biz mana shunday qilyapmiz, xalq bizni nima kutgan, biz sizlarni nima kutamiz deb o'zaro tushunish yozib qilgan vaqtda bu ishimiz ro'naq topadi. Shu e'lonni yaxshi berish kerak. Uning keyin xalq bilmaydi nima ish qilayotganligini. Endi 70 yilni yoqi to'g'ri tushunish bo'lchi muhojiratga Uyg'urlarning. Chunki 70 yilni yoqi o'g'ilchamninki bu xonimninki uninki endi men paxta. Hammasini olib naga ustida, tam ustida. Unda bo'lgandan bagining bir paxta, uni qilib paxta. Yilimi qismat tug'an Uyg'urlar nurg'un degan gap. Yana qilyapti degan gap. Agar biz ishimiz qilayotgan ishimizni samimiy, rostchil, bular to'g'ri shaklda, to'g'ri yerda o'ylanlarni beralsak, Uyg'urlar nima ish qo'llamaydi? Cho'qim qo'llaydi degan gap. Endi masala nima degan vaqtda aşağıdaki so'zlagan gapingizda turishingiz kerak. Samimiyatingizni ifodalashingiz kerak. Men qilmay deganda qilishingiz kerak. Qilolmasangiz-chi kechirim so'rab chiqib ketishingiz kerak. Yoki xalqqa hisob berish kerak. Men yaxshi qildim. Xalq hisob so'rgan vaqtda sen bizga bedel pul berdingmi, uni qilding, buni qilding emas. Men xalq vakil degandan keyin so'raydi savolni. Ana keyin sening qilgan xizmatingga qarab turib, seni qo'llash qo'llamasligini belgilash bu xalqning irodasi degan gap. Sen avval qilgan xizmatingni ko'rsatsan, uning keyin men manda qildim deb qayli qilasan degan gap. Uning keyin bo'ldi degan gap. Bo'lmasa 2-4 taladani yig'ilib bir o'rindiqda birini qo'yilib ketaversan, hozirgidek bo'ldi degan gap. Hozir oldin qaytdim 250 da tashkilot o'rganisam, oy tashkilot bo'lgani yaxshi, bek ensirab ketmagani yaxshi emasmi dedi. Tashkilot bo'lgani yaxshi, ammo bir markazdan kontrol qilingan, ya'ni bir nishonga markazlashgan bir chachmadatli tashkilot bo'lsa, u bo'ladi degan gap. Chunki hammamizni qilgan ishi nega bordi? Markazga bordi degan gap. Agar tarqaqalat bo'lsa, u hozir bizning ahvolimizga yarasha texidimi tas degan gap. Shunday endi ichki jihatdan, sirtqi jihatdanmi hammani turklarga o'xshaydi, tashqi kuchlarga ixtiyor degan gap qo'ylamdi. Endi shuningdek bizningki ahvolimiz bexatarlik qarindosh, yosh bularmi yosh qarindoshlar. Shu qildigan ishimizni deganimdek 2020 bir kuchab qilay. Hammamiz 2030 bir kuchab qilay. Agar yana qilmasaqchi degan vaqtda yashayotgan davlatimizda uylab ketamiz. Boshqa mol yo'q degan gap. Xulasa, rahmat Qavuljon. Haqiqatan suhbatimizda ancha-muncha tanqidiy fikrlarimizni o'tirib qo'yamiz. Bu bir yaxshi deb qolaymiz hamda. Chunki bulayotgan reallikni so'zlayapmizda. Shu to'g'ri bo'lgan, asos bo'lgan, gapining oxiri turadigan shu turadiganlar isbot ko'rsatadigan tanqid qilsa bo'ldi. Xalqimizmi uyg'onda, xalqimizmi kimning nima deyotganligi, kimning nima ishni qilayotganligini bilib tafakkur qilib Shu. Yoshlar ozroq bir tushunsin, bilsin deb men qo'yapmiz. Bugungi suhbatni ham shunday oxirlashtiraylik. Hamsa kelar qatorliq suhbatda ko'rishamiz. Hammaning Allohga omonat. Bo'ldimsa qarindoshlar biroz so'zlab qo'ydik hamda menda ajab bir so'zlab ketdi demay. To'g'ri shaklda anglab çay piyaldan birini qo'yib, bir piyal çay qo'yib ichgach, Qashqarning girdisi bilan. Ashuni anglab boqing. Agar xato bo'lsa, menga desanglar. To'g'rini, xato deyish uchun to'g'rini bilish kerak, qo'yamda. To'g'rini ko'rsatishingiz kerak. Endi siz men xato qildim deyman. Uni to'g'ri ko'rsatib beralayman. Chunki menda qilsak to'g'ri bo'ldi. Sabab nima xato desam? Chunki bu appaga yermaydi. Bir narsani qildingiz, uning appaga yeri siz kutgan emas. Unda o'z xato bo'lamdi, to'g'ri bo'lamdi. Xato bo'ldi degan gap. Siz Qashqarga boring deb sizni Aqsuga ketsa, u to'g'ri bo'lamdi. Xato bo'ldi degan gap. Shuningdek so'zlab qo'yatmiz endi. Xafamasizlar. Bo'lganda xo'sh, Allohga omonat, salomat bo'ling. Ko'rsaylaman, Allohga omonat.